Diqqat. Savol quyidagicha. Bu yerda nechta kvadrat ko'ryapmiz? 1, 2. Ikkita qalamni joyini shunday o'zgartiring, 5 ta teng kvadrat hosil bo'lsin. 1 minut vaqt ichida topgan o'quvchiga 100 ming pul mukofoti. Bitta qalammi? Ikkita qalam. Ikkita qalam joyini o'zgartiring. 4 ta qilaman men hozir. 5 ta teng kvadrat hosil bo'lsin. Men topdim. Nima u ham topdi-ku? Ba'zi ham topgandi. 4 ta. Bu yerda 4 ta. 5 ta teng kvadrat bo'lsin. Adhamga berchi, Adham topayga oldi. Adham 1 Yo'q. Yo'q. Ashunday qo'y, ashunday qo'y. Ashunday 2 qo'yda. 1 2 3 4. Bo'ldi. Bo'ldi. Vaqt bo'ldi degansiz. Nima bo'ldi? Ajab 4. Yana shuni qoladi. Bo'lmaydi. Mana bitta kerakda. Nima bitta kerak? 5 ta. Savol qaydan olinganligini ham aytaman keyin. Savolni qaydan olinganligini. Keyin o'ylab